Assalomu alaykum, hurmatli So'x aholisi, hurmatli otaxonlar, onaxonlar. Bugungi murojaatimizdan maqsad shu keyingi yillarda, so'nggi 5-6 yilda So'x tumanida tibbiyot sohasida juda katta o'zgarishlar bo'lishi munosabati bilan 2022-yilda qilingan ishlarda hozir hisobotini beraman. Hurmatli Prezidentimizning 6110 farmoni bo'yicha birinchi o'rinda qishloq shifokori dasturi bo'yicha chetdan olis va chekka hududlarga ishlab keluvchi vrachlarga, ya'ni umumiy amaliyot shifokorlariga birlamchi 30 million so'mdan pul taklif qilingandan so'ng bu yerga jami ilgari 7 ta bo'lsa, hozirgi kunda 32 ta umumiy amaliyot shifokori kelib bu yerda ishlamoqda. Hammasi o'sha dastlabki to'lovda olgan. Ikkinchidan 2022-yil iyun oyidan yangi Prezidentimizning farmoni bo'yicha 1-iyundan boshlab har bitta umumiy amaliyot shifokoriga olis va chekka hududlarga borib ishlaganlarga 2 million so'mdan pul, hamda yangi bitirgan umumiy amaliyot shifokori bo'lsa yana qo'shimcha 1 million so'mdan pullar taklif etildi. Bu ham Prezidentimizning anklav hududlarga bo'lgan e'tiboridan dalolat beradi. Yana shuningdek keyingi mana shu 2022-yilda 4 ta oilaviy shifokor punkti yangi ish boshladi. Ya'ni Sharqobod, Oftobro oilaviy shifokor punktlari yangidan qurib bitkazilib foydalanishga topshirildi. Lemburg hamda Mulgon oilaviy shifokor punktlari to'liq kapital ta'mirdan chiqarilib topshirildi. Hozirgi kunda aholimiz o'sha yangi OSHPlarda o'z tibbiy xizmatlardan foydalanib kelmoqdalar. Yana Prezidentimizning bu olis hududlarga bo'lgan e'tibori hamda aholiga salomatligini yaqinlashtirish maqsadida tibbiy konteynerlar tashkil etilgan. Bizning So'x tumaniga 5 ta tibbiy konteyner keltirildi. Ularning 4 tasi hozirgi kunda foydalanishga topshirildi. Bittasi tez orada topshiriladi. Yana bu 2022da qilingan ishlar ayniqsa vazirimizning, Prezidentimizning bo'lgan e'tibori bu albatta aytishim kerak, tibbiy asbob uskunalar bilan ta'minlash. Eng zamonaviy asbob uskunalar bilan ta'minlandik. Yaqindagina mana monitor, endoskop apparatlari berishdi. 410 million narxi, hamda narkoz, hamda operatsion stol, operatsion lampalar 1 milliard 600 millionlik yangi asbob uskunalar bilan ta'minladi. Kechadan tug'ruqxona bo'limi uchun katta biksovoy instrumentlarimiz bilan to'liq ta'mirlandi, hamda qabulxona uchun o'sha travmatologik instrumentlar to'liq ta'minlab berildi, hamda mana yaqindagina endi tashkil etmoqdamiz. Bu laparoskop apparat bor. Bu ya'ni o'ttosh kasalligini lazer yordamida olish apparati. Bu martning oxirigacha belgilangan. Mana terapiya bo'limi 4 milliard 600 millionga 3 qavatli yangi bino qurib bitkazib topshirildi. Hozirgi kunda mana davlat xususiy sherikchilik asosida yangi diagnostika tushyapti. Endi rejalarimiz haqida 2023-yil rejamiz haqida gapiradigan bo'lsak, eng asosiy birinchi maqsadimiz yangi ariq oilaviy shifokor punktini qaytadan nomini tiklab, to'liq ta'mirdan chiqarib, aholiga xizmat ko'rsatishni rejalashtirganmiz. Birinchisi, ikkinchisi shu markaziy poliklinikamizni kengaytirish. Chunki o'sha biroz doktorlarimiz o'sha xonalari yetishmaydi. Ikkinchisi shu kislorod stansiyani tashkil etish. Uchinchisi shu tez yordam binosini mana ular alohida bo'lgandan keyin u joyga biz yangilik qilmoqchimiz. Mana open byudjetga ham qo'ydik. Tibbiy xizmat ekspertizani bo'limini o'sha yerga tashkil etish. Asosiy rejalarimiz hozir shulardan iborat. Xudo xolasa bu ishlarni 2023da albatta tugatamiz.